Ota-ona o'lganda odam nimaga yig'laydi bilasizmi? Afsus. Yo'q. O'zingizga rahmingiz keladi. O'shandan yig'laysiz. Bularsiz qolganingiz uchun. Bular o'lgani uchun emas, siz bularsiz qolganingiz uchun yig'laysiz. Egoizm. Har bitta odam shunaqa ekan. Siz qachon yig'laysiz ular deb? Ular misol uchun men ko'rganman, onam qatlarida shunaqa og'rigan, lekin menga ko'rsatmaslikka harakat qilganlar, men kirib yig'lardim. Тогда из-за нее плакал. А когда она умерла, я плакал, что я без нее остался. Ularsiz qolib ketganimga yig'ladim.